Assalomu alaykum, Alisher Qobiljanovich obunachilari. Men Alisher Qobiljanovich 7 oy oldin ballonирование qildirganman. O'zim vrach bo'lganligim sababli 1 yil kuzatganman bu kishini ishlarini. Vrachlarning ishlarini tekshirganman-da. Tanlovim Alisher Qobiljanovga kelib taqalgan. Men 7 oy oldin ballonирование protsessini o'tkazdim. Men kelgandagi vaznim 114 kilogramm edi. Ayni paytda bugun oldirishga keldim. Meni vesim ideal o'zim xohlagan ves 90 kilogramm, chunki bo'yim uzun 172 santimetr. Men o'zim xohlagan vaznga erishdim. Bu uchun men juda ham minnatdorman Alisher Qobiljanovdan, juda ham minnatdorman. Bu samaraga erishishimga albatta u kishining mehnatlari tufayli hamda o'zimni parhez tutishim, sport bilan shug'ullanishim, piyoda yurishim har kuni, gazli ichimliklarni cheklaganim sababi ham bor, yordami ham bor. Men juda ham tavsiya beraman, kim shu bilan aziyat chekadigan bo'lsa, tavsiya beraman qo'rqmasdan, chunki rezultati mana bor. Tem более medikni so'zidan ishlayapsizlar. Menda давление bor edi, qandga moyillik bor edi, sahrga moyillik bor edi. Ko'rsatkichlarim 608, 706 da yurardim. Ayni paytda sahr ko'rsatkichlarim ham me'yorga tushdi. Qon bosimim pastga tushdi. Profilaktik kam miqdorda ichib yuraman. Lekin men rezultatdan hamma taraflama juda ham minnatdorman. Qo'llaringiz dard ko'rmasin Alisher Qobiljanovich. Men tanishlarimga, qarindoshlarimga, o'rtoqlarimga hammasiga qo'rqmay tavsiya bera olaman. Ular ham ishonadi, chunki mediklar so'zidan ular ham ishonadi, ham rezultatidan men juda ham minnatdorman.